zapislar yoqildi. Barchaga yana bir marotaba assalomu alaykum. Men sizlarni bugungi efirda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Demak, bizni ilk marotaba bugun, hozir va shu onda ko'rib turgan o'quvchilar bormi? Ya'ni men haqimda endi ko'rib, kuzatib, bugun bilganlar bormi oramizda? Yangilar. Bor bo'lsa, plus ishorasini bosib yuboringlar, iltimos. Men bilib olay. Plus ishorasini bosib yuboring birinchi marta. Aha. Yaxshi, sekin-sekin mana 200 taga yaqinlashyapmiz. Plus. Yaxshi, yangi o'quvchilar bor ekan, ko'p ekan yangi o'quvchilarimiz. Pluslar bosildi. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Plus. Yaxshi. Men sizni endi qo'shildim, avval tanimasdim. Juda yaxshi tanishib olamiz, xudo xolasa. Xo'p. Yana kim bizni tanimaydiganlar va tanishib olamiz hamma bilan. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Men birinchi marta kuzatyapman. Xo'p, birinchi marotaba kuzatayotganlar diqqatiga. Aziz do'stlar, Kamina kim? Sizga aynan bu bilimlarni kim beradi? Albatta bilib olishingiz lozim. Kamina psixolog Jahongir. 8 yildan beri psixologiya bo'yicha shug'ullanaman. 8 yillik tajribaga ega psixologman. Xudo xolasa endi 9-yilga qarab ketyapmiz. Inshaalloh va mutaxassisligim pedagogika va psixologiya yo'nalishi. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, 3 oylik kurslarda yoki qanaqadir 1 yillik kurslarda o'qib psixolog bo'lganmisiz? Yo'q. Unaqa kurslarda o'qib psixolog bo'lmaganman. Oliy ta'limda 4-bosqich talabasiman, xudo xolasa. Va hozirgi kunda unvonlarimiz qanaqa? Xalqaro NLP amaliyotchisiman. Xalqaro degandan ham bilib olsangiz bo'ladiki, kamida 5 ta tashkilot tomonidan tasdiqlangan sertifikatga va xalqaro unvonga ega NLP amaliyotchisi hisoblanaman va hozirgi kunda yana bir amaliyot, ya'ni xalqaro NLP masterligi bo'yicha bilimlarni oshirib boryapman, xudo xolasa. Ya'ni ko'rib turganingizdek, bilim doiramiz xalqaroga chiqyapti, xudo xolasa. Va shu paytgacha 10 mingga yaqin insonga ta'lim berdim, darslarni berdim. Umumiy hisobda 300 mingga yaqin inson meni kuzatadi. 300 mingga yaqin faol kuzatuvchilarimiz bor, xudoga shukr. Instagramda 141 mingta, YouTube'da 121 mingta, Telegramda esa salkam 18 mingga yaqin inson meni darslarimni kuzatib boradi. Bepul darslar, bepul qo'llanmalar juda ko'p berganman. Shu paytgacha natijalarimiz juda ham zo'r bo'lgan. Kamida 10 dan ziyod elektron qo'lyozma kitoblarni chiqarganmiz va yo'nalishimizda rivojlanishda davom etmoqdamiz. 10 mingdan ziyod o'quvchi o'qib, natijalarimiz ham shunga yarasha ko'p, xudoga shukr. Va ko'rib turganingizdek, darslarimizni kuchliligidan hattoki bizni bir nechtalab kurslarimizda o'qiydigan o'quvchilarimiz mavjud. Juda ko'plab shogirdlar chiqarganman va hozirgi kunda rivojlanish bosqichlarimni yanada oshirib, davom ettirib kelmoqdaman. Endi o'zingizda qanaqa natijalar bo'lishi mumkin? Siz mana moliyaviy tarafdan, baraka tarafdan, munosabatlar tarafdan dars berar ekansiz. O'zingizda qanday natijalar deb so'raydiganlar bor. Moliyaviy tarafdan xudoga shukr ancha mustaqilmiz. Moliyaviy tarafdan katta natijalarga erishganman. Allohga shukr, moddiy va ma'naviy tarafdan va juda ham kuchli seanslar, NLP seanslari, raskopka texnikalari va maxsus psixologik amaliyotlarni barchasini o'rganganman. Barchasini deganda eng kuchlilarini o'rganganman. Ustozlarim masalasiga keladigan bo'lsak, ustozlarim siz tanigan Zebniso Ahmedova, ularni ajoyib bir kurslarda ham o'qib chiqqanman, gipnoterapiya bo'yicha. Shuhrat Eshmurodov, ikkinchi ustozim, uchinchi ustozim Najot Nur, notiqlik madaniyati va suxandonlik bo'yicha. Keyingi ustozlarim Taliya Xalaba, Boris Melser. Aynan mana shu kabi insonlardan ta'lim, bilim olib kelmoqdaman. Xalqaro coach, xalqaro NLP ustasi, aynan Boris Melser. Bo'ldi, men haqimdagi ma'lumotlar shulardan iborat edi. Menimcha bu ma'lumotlarni endi bilib oldingiz. Endi agar ruxsat beradigan bo'lsanglar, bugungi darsimizni boshlaymiz. Bir raqamini bosib yuborsangiz, bugun qarzlar to'g'risida siz bilan suhbat olib bormoqchiman. Rozi bo'lsangiz albatta.
Sizlar uchun tayyorlab qo'ygan slaydlarim bor va bu slaydlarni endi ekranga chiqarmasamda o'zim tushuntirib, sharhlab boraman, xudo xolasa. Aha, bir bosildi. Bo'ldi. Demak, bismillah deb boshladik. Hammaga manfaatli bo'lsin. Darsimizni oxirigacha tinglaganlarga darsning oxirida ajoyib e'lonim bor, ajoyib yangiligim bor. Demak, birlar bosildi, boshladik. Qarz bo'lgan, ya'ni inson nima uchun qarz bo'ladi? Keling, mana shu savolni sizga birinchi men beray. O'zingizni fikringizni ayting. Nima uchun inson qarz bo'ladi? Javoblaringizni kutaman. Nima uchun inson qarz bo'ladi? Yozib yuboringlar. O'ylamasdan ish qilsam, bu ham yaxshi fikr. Bu ham sizning fikringiz. Yaxshi. Hop. Bu ham yaxshi fikr. Qolganlar, nima uchun inson qarzga kiradi? Muhtojlikdan qarzlanadi, pul yetmaganda. Aha. Juda yaxshi. Pul yetishmasa, aha. Pul qonunini yaxshi bilmaslik bo'lsa kerak. Pulni noto'g'ri sarflash, muhtojligi, majburlik, muhtojlik, yetmagan narsani olgisi kelib yaxshi bo'ladi. O'zimni yaxshi his qilaman deb o'ylasa kerak. Muhtojlik, yetishmovchilik, moddiy tomonlama yetishmovchilik oqibatida yuzaga keldi. Noto'g'ri orzu-havas, noilojlikdan oladi qarzni, muhtojlikdan, har xil vaziyat. Aha, bilmadim. Meni ham qarzlarim ko'p. Yetishmovchilik ham, to'qchilikdan ham. Ko'ngilchalik qilib pulni ola olmasa-chi, ota-ona pul yetkazib bera olmasligidan, yechim qidirmay birorta olsak deb ongda o'tkazdiramiz va hayotimizga kirib keladi. Energiya sustlikdan, yetishmovchilikdan. Endi e'tibor beringlar. Bu yerda ko'pchilik yetishmovchilik deyapti, rejasizlik deyapti. Bilasizlarmi? Bu yerda asosan insonlar siz o'zingiz qarzga kirib qolish formulangizni menga aytib beryapsiz. Ko'pchiligingiz mana shu yerda yozganingiz kabi o'zingiz mana shu harakatlarni qilib qarzga kirib qolasiz. Nimaga? Inson o'zidagi bor tajribani aytadi, tashqaridan olib aytmaydi. Demak, bu yerda kimdir rejalashtirmaslik jarayonlari bilan qarzga kirib qoladi, kimdir majburlikdan qarz oladi. Kim qanaqa usulda qarzga kirsa, mana shu yerda o'zini qarzga kirish usulini menga aytib beryapti. Mana sizlarni birinchi diagnostika qilib oldim. Demak, kimdir yetishmovchilikdan qarzga kiradi, kimdir kibri zo'rligidan, kimdir yana boshqa narsadan. Qaranglar, o'zingizlarni qarzga kirish formulalarni, harakatinglarni menga ochiq-oydin aytib qo'ydinglar. Sizlar bilan shunchaki savol-javob qilganimning o'zida aytib qo'ydingiz. Mana qanaqa qilib qarzga kirishingizni o'zingiz diagnostikada bildirib qo'ydingiz. Rahmat fikrlar uchun. Davom etamiz. Inson qarzga kirishini yana bitta siz eshitmagan bitta sababi bor. Inson qarzga kirishini bitta sababi ichki bo'shliqni pul bilan to'ldirish, o'rtoqlar. Ya'ni ba'zan odamlar, masalan biz ba'zan ichimizda og'riq bo'lsa, e'tibor yetishmasligi bo'lsa, sevgi yoki bizni qadrlashmasa, qadrsizlantirish jarayonlari, qadrlanmaganlik hissi ichimizda bo'ladigan bo'lsa, biz xarid qilish orqali, biz biron bir narsani sotib olish orqali nima qilamiz? Aynan ichki bo'shliqni to'ldirishga harakat qilamiz, o'rtoqlar. Ya'niki, sizni qarzga kirib qolishingizning birinchi sababi ichingizdagi bo'shliq. Bu nima degani? Masalan, ichki og'riq. Kimdir sizni qalbingizga ozor yetkazdi, kimdir sizni yomon ahvolga tushirdi, kimdir sizni tanqid qildi, tashlab ketdi, sevgi bermadi, e'tibor bermadi, sizni qadrlamadi. Natijada ichkarida bo'shliq paydo bo'ladi. Nima qilasiz? Mana shu bo'shliqni yechish uchun, mana shu bo'shliqni to'ldirish uchun aynan pul orqali qarzga kirasiz va qarzga kirib xohlagan narsangizni sotib olasiz. Nimaga? O'zingizni mana shu og'rig'ingizni, ichki bo'shlig'ingizni to'ldirish uchun qilasiz bu harakatni. Bu holatda xarajatlaringiz vaqtinchalik o'zingizga taskin beradi. Bu holatda xarajatlaringiz vaqtinchalik o'zingizga qanaqadir tasalli beradi, lekin qarz keyingi bosqichga o'tganda sizni
azoblashni boshlaydi. Nimaga? Chunki siz ichki bo'shliqni mana shu pul orqali, palapartish pulni sarflash orqali to'ldirishga harakat qildingiz va natijada ichkarida bo'shliq paydo bo'ldi va oqibatda qarzga kirdingiz. Endi bu yerda pul shunchaki vosita bo'lib qolmaydi. Shunchaki bu yerda nima paydo bo'ladi? Pul emotsional dori bo'ladi sizga. Ya'ni hissiyotlaringizni yechadigan, hissiyotlaringizni deylik vaqtinchalik o'zgartiradigan doriga aylanib qoladi. Mana shunaqa. Ya'ni siz ichingizda bo'shliq bor, siz mana shu bo'shliqni pul orqali yopmoqchi bo'lasiz. Biron bir joyga borasiz, xarid qilasiz, kiyim, ko'ylak, yana boshqa narsa. Mana shu narsalarni xarid qilganingizdan keyin mazza qilasiz. Nimaga mazza qilasiz? Sababi siz bu yoqda sotib olyapsiz, ichki bo'shliqni to'ldiryapsiz. Mana sabab qayerda o'rtoqlar? Birinchi qarzga kirib qolishingizning sabablari bu ichki bo'shliqdan ekan o'rtoqlar. Birinchi sababi. Ikkinchisi, o'zini boshqalarga doimiy tarzda isbotlash. Sizlarda bo'lganmi shunaqa? Masalan, deylik, kimgadir o'zingizni isbotlagingiz keladi. Bo'lgan bo'lsa, ha deb yozib yuboringlar. Sizlarda ham mana shunaqa bo'lganmi? O'zini boshqalarga isbotlash uchun qarzga kirib qolish. Yozinglar. Ha, ha, mana yo'q. Ha, bo'lgan, bo'lmagan, yo'q, havodim bo'lgan. Ha, aha, qo'yildi. Yozib o'ramiz. Ha, bo'lgan, ha, bo'lgan. Hali ham bor. Ha, endi e'tibor bering. Mana shu o'zingizni boshqalarga isbotlash ehtiyojini yo'qotmas ekansiz, qarzdan ikki dunyoda ham chiqib keta olmaysiz o'rtoqlar. Bu nima degani? Boshqalar nima deydi degan ichki qo'rquvda yashab yurgan bo'lsangiz, har doim qarzni siz quchoqlab olasiz. Qarz siz bilan har doim yuradi, ham nafas bo'ladi. Nima uchun? Chunki siz aynan boshqalar uchun yashayapsiz. Boshqalar nima deydi degan qo'rquv bilan yashayapsiz. Mana shuni oqibatida qarzlar ko'payib ketadi. Boshqalar nima deydi degan fikrga yopishib olgan inson keragidan ortiq sarf xarajat qilib to'y qiladi. Farzandini yoki qizini uzatadi yoki farzandini uylantiradi. Nima uchun? Chunki boshqalarga o'zini isbotlab qo'yishi kerak. Ichkarida to'liq emaslik hissi bor. Mana shuni oqibatida qarzga kirib ketadi yoki noto'g'ri ravishda pulni sarflaydi. Buni oqibati ham qarz baribir. Keyingisi bo'ladigan bo'lsa qimmat telefon. Voy, telefonim iPhone 17 Pro Max bo'lsin, men isbotlab qo'yib, ko'zini o'ynatib bularni, mana shunaqa ko'zini o'ynatishim kerak, unaqa qilishim kerak, bunaqa qilishim kerak deydida, qimmat telefonni oladi, nima qiladi? Undan keyin qarzga kirib ketadi. Dabdabali kiyim. Voy, kiyinishim bunaqa bo'lib qoldi, undan sal kamroq bo'lib qoldi hamkasbimdan, men yaxshiroq kiyinishim kerak deydida, pullarni ham noto'g'ri sarflab yuboradi. Natijada keyin pullarni qanday sarflaysiz? Moliyaviy bilimingiz qanaqa desa, meni pulim bir oyga yetmaydi. Men pullarimni to'g'ri sarflay olmayman yoki-da menga pullar kelishi qiyin deb nolinishni boshlaydi. Aslida bu yerda yetarli emaslik va o'zini boshqalarga isbotlash istagi juda kuchli bo'layotgan bo'ladi ayrim insonlarda. Tushunarli-ya? Ya'ni inson o'zini qiymatini pul bilan o'lchashni boshlagan zahoti u qarzga kiradi. Siz insonsiz. O'zingizni qiymatingizni, o'zingizni qadringizni pul bilan o'lchashni boshladingizmi, bo'ldi, siz qarzga kirib ketaverasiz. Mana shunaqa. Uchinchi qarzni asosiy ildizlardan biri pul bilan bog'liq bolalik dasturlari. Masalan, deylik, bolalikda eshitilgan gaplar bo'lishi mumkin. Pul topish juda qiyin, bizga boylik yozilmagan, peshonamizga faqat qora mehnat qilish yozilgan, pul odamni buzadi kabi e'tiqodlar sizni ong ostingizga singib ketgan holatda katta bo'lganingizdan keyin qarz doirasiga kirib qolishingizni ta'minlaydi. Buni endi atroflicha tushuntirib o'tirmayman, sababi bu bor narsa. Ya'niki buni juda ko'p efirlarimda aytib o'tganman. O'shaning uchun ham o'rtoqlar, mana shu e'tiqodlarni, ishonchlarni o'zgartirishimiz kerak va qarzni yana bir keng tarqalgan sabablardan bittasi bu nima? Keng tarqalgan sabablardan bittasi rejalashtirishdan qochish va mas'uliyatdan qo'rquv. Inson ko'pincha rejalashtirishdan qochadi, ya'ni byudjet tuzishni, qarzlarni qachon to'lashni, raqamlarni hisoblab chiqishni, bir oylik sarf xarajatlarni hisoblashni, mana shu narsalarni e'tiborga olmaydi ko'pchilik. Va natijada nima paydo bo'ladi? Natijada qarzga kirishni boshlaydi. Va
Buni men bitta narsa deb aytayman, ya'ni rejalashtirishdan qochish yoki mas'uliyatdan qo'rquv bu bolalik pozitsiyasi. Bolalarcha muammodan qochish mexanizmi hisoblanadi. Bolalarga e'tibor bering, hech narsani hal qilmaydi, ular faqat o'ynaydi, maza qiladi. Ularga rejalashtirish, ularga nazorat hech narsa kerak emas bolalarga. Ular maza qilib o'ynasa bo'ldi. Muammo bo'ldimi, qochadi o'sha joydan, muammodan. Ya'ni bolalarcha qochishda qolib ketasizlar ko'pchiliginglar. Mana shuni hisobiga nima paydo bo'ladi? Qarzlar juda ham kuchli bo'ladi. Mana shunaqa. Keyin bizda shunaqa narsa borki, keyin to'layman degan illyuziya bor. Ya'ni men bu pulimni keyin to'layman, hozir olib qo'yavering nasiyaga yoki kreditga, erta-indin to'lab qo'yaman. Bu narsa ham bizni qarzimizni oshirib yuboradi o'rtoqlar. Masalan deylik, miya hozirgi mana bu rohatlanishni kelajakdagi og'riqdan ustun qo'yadi. Buni endi dehqonchasiga aytaman. Masalan deylik, siz iPhone 7 Pro Max ni sotib olmoqchisiz. Nimaga? Ichingizdan havas qilyapsiz. Juda xursand bo'lib ketyapsiz. Olsangiz maqtanishingizni, birovlarga isbotlashingizni, maza qilib mana shu telefonni ishlatishingizni o'ylayapsiz-da, iPhone ni olmoqchisiz. Lekin uni oqibatini o'ylamayapsiz. Hozirgi daromadingiz, hozirgi topayotgan pulingiz iPhone olishga yetmaydi. Ammo lekin biroq siz iPhone ni olasizda, hozirgi kayf qilishni, qo'pol qilib aytganda, ayollar erkaklar farqi yo'q. Hozirgi rohatlanishni, hozirgi ozgina lazzatni xohlab, kelajakka tomon og'riqlarni olib qo'yayotgan bo'lasiz. Mana shunaqa. Kelajakka tomon og'riqlarni olib qo'yganingizdan keyin nima paydo bo'ladi? Miyamiz hozirgi rohatlanishni afzal ko'radi. Kelajakdagi og'riq unga qiziq emas. Chunki miya uchun nima kerak? Rohat kerak. Miya rohatlanadi, mazza qiladi, bo'ldi. Ya'ni hozir olish kerak, keyin o'ylayman, oxir oqibat qarz. Bizning miyamiz shunaqa ishlaydi. Hozir olgin, hozir mazza qilgin, hozir mazza qilib ishlatgin, keyin u yoqni keyin o'ylaysan deydi-da, kalta o'ylagan holatda hissiyotlarga berilib, olasiz hamma narsani, tamom keyin. Mana shunaqa o'rtoqlar. O'shaning uchun ham iloji boricha hissiyotlarga berilgan paytingizda hech narsani sotib olmang. Agarda siz hissiyotlarga berilib, biron bir narsani xarid qiladigan, biron bir narsani sotib oladigan bo'lsangiz, miyamiz bilingki, hozirgi rohatlarga intilayotgan bo'ladi. Vaqtinchalik rohatlanishga, vaqtinchalik maza qilishga biz odatlanib qolamizda, kelajagimizga qo'rquvni, kelajagimizga og'riqni, kelajagimizga salbiy kunni, kelajagimizga qarzni olib qo'yayotgan bo'lamiz. Undan ko'ra, hissiyotlar tushgandan keyin aqlni ishlatib, pulni sarflashni men sizga tavsiya qilaman. Mana shunaqa. Xo'p. Endi qarzni yana bitta zo'r paydo bo'lishining usuli borda, o'z-o'zini jazolash. Bu nima degani? Masalan deylik, men bu hayotda hech narsaga loyiq emasman. Menga oson bo'lmasligi kerak. Menga bu hayotda hech narsa kerak emas. Menga bu narsa loyiq emasman bu narsalarga. Men faqat qiyinchilikka loyiqman deb o'zini o'zi ishontirib qo'yadi, o'zini o'zi ayblaydi. Natijada ong osti podsoznaniya, ya'ni ong ostimiz qarz, muammo, bosimni olib keladi hayotingizga. Nima uchun? Chunki siz o'zingizni loyiq ko'rmayapsiz. O'zini loyiq ko'rmagan insonga pul kerakmi? Albatta kerak emas. Chunki siz o'zingizni ayblayapsiz. O'zini ayblaydigan insonga baxtli hayot kerakmi? Kerak emas. Ong osti mana shuni tushungan holatda sizni hayotingizga yaxshi emas holatlarni shakllantirib olib keladi va buni oqibatida ahvolingiz yomon bo'lishda davom etadi, afsuski. Mana xato qayerda? O'shaning uchun har darslarda psixologlar o'zingizni ayblashni to'xtating, o'zingizni ayblamang deb juda ko'p uqtirishadi. Shunchaki yuzaki qismini tushuntirib qo'yishadi. Ildizini aytishmaydi. Ildizini mana sizga men tekin tarzda aytyapman o'rtoqlar. Endi 7-chi bizda qarzga kirishning asosiy omili nazoratni yo'qotish hissi. Qarz ko'paygan sayin inson o'zini qamalib qolgan, qamoqqa tushgan yoki tupikka kirib qolgan insondek his qiladi. Bu bo'lsa, yana noto'g'ri qarorlarni qabul qilgan holatda yana ahvolingizni battarlashishiga olib keladi. Masalan deylik, qarzga kirib qolgan inson, yana aytaman, o'zini qamalgan, ojiz insondek his qiladi. Va buni oqibatida keyingi qilinadigan qarorlar
noto'g'ri bo'ladi. Keyingi qilinadigan qaroringiz yana noto'g'ri bo'lib, qarzingiz ko'payishda davom etadi. Mana sizga qarzga kirishni 7 ta jarayoni. Qarz bu faqatgina pul muammosi emas. Ko'pchilik noto'g'ri fikrda yurishadi. Men qarzga kirib qoldim, puldan qiynalyapman. Aslida siz puldan qiynalmayapsiz. Aslida siz ongingiz, e'tiqodlaringiz va emotsiyalaringizni uchalasini chambarchas kombinatsiya qilgan holatdagi muammosiga duch keldingiz. Ongingizdagi negativ fikrlar, ichki e'tiqodlaringizni negativ ekanligi, undan keyin bo'ladigan bo'lsa, ichki emotsiyalaringizdagi yaxshi emas jarayonlar mana shunaqa sizni qarzga olib kiradi o'rtoqlar. Endi mana shu sabablarni aniqlab oldik. Bu endi psixologik nuqtai nazardan men sizga yetadigan ma'lumotlarim edi. Qiziqarli bo'lyaptimi shu joygacha? 20 daqiqa gaplashibmiz atiga siz bilan. Qiziqarli bo'lyaptimi yoki yana biroz dam olamizmi? Nima deysizlar? Fikringizni e'tiboringizda. Tushunarli bo'lyaptimi bugungi sizga tayyorlagan ma'lumotlarim, bugungi sizga bermoqchi bo'lgan bilimlarim? Izohlarda yozib o'ring. Qiziq. Aha. Yaxshi. Qiziq. Просто net slov. Kirib qolganlar, hop. Chiqish yo'lini o'rgatishingizni kutyapmiz. Oxirida aytaman. Charchamadik, davom eting, iltimos, tushunarli, davom eting. Ko'pchilikning dardiga kirib qoldik shekilli, dardini kovlayapmiz hozir. Juda zo'r, tushunarli. Haqiqiy gaplar. Men real, oddiy, sodda keyslar bilan sizga ma'lumot beryapman. Ilmiy tilda tushuntirsam ham bo'lardi, lekin men sizga tushunarli bo'lishi uchun sodda tilda aytayapman. Ha, tushunarli. Aha, davom etamiz. Endi qarzga kirishni men, bilasizlar, har doim men dinni yaxshi ko'raman, dinni sevaman. Diniy talqindagi sizni qarzga kirishingizni sabablarini gapirib o'taman. Tepada psixologik omillar gapirilgan bo'lsa, endi diniy sabablarni keltirib o'tmoqchiman. Shukronalikning yo'qligi yoki shukurning zaifligi. Islomda shukronalik bu barakani kaliti ekanligi bir necha marotaba aytilgan o'rtoqlar. Inson bor ne'matiga shukr qilmasdan, doimiy yetishmovchilikda yashayotganday o'zini noshukur pozitsiyaga kiritib qo'ysa, meni hayotimda mana bu narsa yo'q, meni hayotimda mana bunday holat yo'q deb nolinadigan bo'lsa, Allohning unga beradigan haq va'dasini ko'radi, kuzatadi. Allohning haq va'dasi qanaqa bo'ladi o'rtoqlar? Allohning haq va'dasi bu Ibrohim surasi 7-oyatida Qur'ondan Alloh va'da bergan. Allohga qasamki, agar shukr qilsangiz, ziyoda qilurman. Agar kufr keltirsangiz, azobim shiddatlidir deya Alloh bizga va'da bergan o'rtoqlar. Tasavvur qiling, sizni hayotingizdagi ne'matlarni kamayib ketishi, sizdagi pulga doir muammolarni bo'lishi sizni shukronaligingizni yo'qligidan islomiy tarafdan olsak. Ya'ni shukr qilmaysiz. Har doim boshqalar bilan o'zingizni solishtirasiz, har doim boshqalar bilan nima qilasiz? Har doim o'zingizni nimaga unda bor, nimaga menda yo'q deb tahlil qilasiz va buni oqibatida noshukurlikka berilasiz. Nimaga? Inson o'zida yo'q bo'lgan narsalar boshqa insonda borligini ko'rgan zahoti noshukur bo'lib qoladi avtomatik. Rozi bo'la olmaydi. Mana sizlarga. Va buni natijasida nima bo'ladi? Baraka kamayadi, qanoat yo'qoladi. Qanoat degani sabr, chidamlilik, rozi bo'lish. Va qarzni eshigi sekin ochiladi-da, eshikdan kirib borasizda qarz keladi yoningizga. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Biz qarzlarimiz, sizni uyingizga mehmon bo'lib keldik. Xudo xolasa bu yoqda ko'p yuramiz. Siz noshukur bo'lar ekansiz, bizni semirtirib boqasiz deb qarzlar keladi yoningizga. Salomlashadi siz bilan. Va natijada yurasiz nolinib. Ikkinchi sabab qanoatni yo'qligi. Ya'ni qanoat deganda Alloh bergan rizqqa rozi bo'lish yo'q. Masalan, deylik, mana bir og'aynim bo'lardi, do'stim bo'lardi. Do'stim bilan suhbatlashganda bitta gapni aytardi. Mana shuncha pulim bo'lganda o'zim bilardim pulni qanaqa ishlatishni. Yoki menga mana buncha pulni Alloh berganda, men o'zim bilardim qanaqa ishlatishni. Hozir pulim yo'q-da meni. Topa olmayapman-da pulni. Agar pulim bir million bo'lib ketsa, o'zim bilaman qanaqa ishlatishni deb menga gapirib bergandi. Xo'p dedim.
indamay eshitib turdimda savol berdim. Menga qara dedim. Sen shuncha pulni orzu qilyapsan, shuncha pulni niyat qilyapsan. Xo'p mayli, hozir ozgina pul topayapsan. Shunga rozi bo'la olmayapsan-u, pulni boshqara olmayapsan-u, katta pul senga qayerdan keladi deganimda tit degan ovoz eshitilgandi. Ya'ni jim bo'lib qolgandi. Mute rejimiga tushib. Ya'ni anglab yetganimda o'sha yerda. Ya'ni hozirgi rizqqa rozi bo'lmagan odamga katta pul berilmaydi. Hozir siz hayotingizni o'zingiz to'g'rilay olmayapsiz. Hozir oddiy Cobalt'ni hayday olmayapsiz. Katta Tahoe mashinasini qanaqa haydaysiz? Xuddi shunaqa. Hozir qo'lingizdagi, deylik, oyiga topadigan 5 million pulni to'g'ri sarflay olmayapsiz. Qanaqa qilib 500 million so'mni to'g'ri sarflashingiz mumkin? Tasavvur qilinglar, qanoatni yo'qligi deyiladi bu. Ya'ni qanoatsiz qalb, rozi bo'lmaydigan qalb hech qachon borini qadrlamaydi, hech qachon nima desam ekan, o'zini mana shu hayoti bo'yicha yashamaydi. Boshqalarning hayotini analiz qiladida, boshqalarning hayoti go'zal deb qalb ozorlanib yashayveradi. Va natijada qarz bilan yashashni oddiy holat deb qabul qiladi. O'rganadi mana shu narsaga. Qanoat ketgan joyga qarz kirib keladi. Qaranglar mana. Ya'ni rozi bo'lmagan joyingizda noshukrlik qilyapsizmi? Noshukrlik bu aslida kufr. Noshukur bo'lgan inson kufr keltiradi va buni natijasida kufr juda ham kuchli darajada sizni hayotingizni ustun qilib yuboradi. O'rtoqlar, isloh qiling o'zingizni. Tepada psixologik omillarni aytdim. Hozir endi diniy omillarni aytyapman. Rizq halollikdan chetlatish. Ya'ni rizqni halollikdan chetlatish bu sizni hayotingizda qarzni ko'payishiga olib keladi. Halol bo'lmagan daromad. Masalan, deylik, ishingizni iloji boricha shariat nuqtai nazaridan, din nuqtai nazaridan to'g'ri keladimi, yo'qmi, mana shu joylarni ham tekshirtirib olishingiz kerak iloji boricha. Aytmoqchi bo'lganim, hozirgi kunda dinimizga to'g'ri kelmaydigan kasblar ham bor, to'g'ri keladiganlari ham bor. Va agarda siz to'g'ri kelmaydigan rizqi, ya'ni o'sha kasbdan topayotgan pulingizni halollik darajasi mafhum bo'lgan ishdan iloji boricha chekinganingiz yaxshi. Bunaqa ishda ishlasangiz pul tez keladi, tez ketadi, barakasi bo'lmaydi. Natijada ko'p ishlaysiz, ko'p topgandek bo'lasiz, lekin baribir qarzdan chiqa olmaysiz. Chunki baraka yo'q bu yoqda, u ishda. Bu baraka yo'qligining sababi o'rtada halollik yo'q. Halollik bo'lganda sizni qalbingizda yorishish, halollik bilan ishlaganingizda sizni qalbingizda qanaqadir ajoyib hissiyotlar bo'lardi. Ammo lekin biroq siz battar qarzga kirib ketyapsizmi? Battar mana shu topganingiz tez ketib qolyaptimi? Demak, bir uni halollik nuqtai nazarini tekshirib ko'rish kerak. Mayli, ishingiz halol bo'lib turishi mumkin, lekin ishdagi harakatlaringizni ham bir tekshirib ko'ring. Agarda sizni ishdagi xatti-harakatlaringiz ham noto'g'ri, halol emas bo'ladigan bo'lsa ham, daromadlaringiz barakali bo'lmaydi, o'rtoqlar. Keyingisi diniy omillardan isrofgarchilik, haddidan oshish. Islomiy tarafdan oladigan bo'lsak, islom dinimiz isrofni qat'iy qoralaydi. Masalan, deylik, keraksiz xarajatlar. O'sha to'y qilmoqchisiz yoki tug'ilgan kun oddiy o'rtacha qilib o'tkazsangiz bo'ladi. Yo'q, shov-shuv, dabdaba, ko'z-ko'z qilish va ortiqcha sarf qilish. Mana shu narsalarni ko'paytiradigan bo'lsangiz, haddingizdan oshadigan bo'lsangiz, pulingizni yo'li yopiladi, barakangizni yo'li yopiladi. Nimaga? Chunki Alloh haddidan oshadigan insonlarni xush ko'rmaydi. Sizni Alloh mana shu pul bilan sinab ko'rayotgan bo'ladi. Agarda siz mana shu sinab ko'rilayotgan pulni to'g'ri tasarruf etmasangiz, keyingi safar sizga bermaydi bu pulni. Uni to'g'ri tasarruf qilishni, uni to'g'ri sarflashni o'rganishingiz kerak. Agarda to'g'ri sarflamasangiz, dabdaba, ko'z-ko'z qilish, ortiqcha sarf xarajat, bularning barchasi sizni qarzga yetaklaydi, o'rtoqlar. Mana asosiy ildiz sabab qayerda? 5-inchisi duoni kamligi va Allohga suyanmaslik. Juda ko'pchiligimizda bor narsa bu, oranglarda. Qarz ichida qolgan ko'plab odamlar sababni faqat odamlardan kutadi. Men o'zim ko'rganman-da, kuzatganman. Hattoki menga ham yozib qolishadi. Jahongir aka, shunchaki menga yordam bering, iltimos, siz bilasiz-ku bu qonun qoidalarni, siz bilasiz-ku bu narsalarni. O'shaning uchun iltimos Jahongir aka, Alloh yo'lida yordam bering deydi. Sababni mendan qidiryapti-da. Lekin tepada Allohdan duo qilinmayapti. Duo qilishni boshlashimiz kerak, o'rtoqlar. Duolarimiz kamligi sababli ham bizning ishimizda baraka bo'lmaydi. Duolarimiz yaxshi emasligini sababidan ham bizning ishimizda o'sish bo'lmaydi. Hozir mana shu efirni boshlashdan 2 soat oldin men ota-onamning duosini oldim.
Xorazmdagi hozir bemor bo'lib turgan xolamni, yana boshqa yaqinlarimni duosini olib efirga boshlayapman. Efirni maza qilib boshlayapman. Nimaga? Duo oldim ulardan va Allohdan duo qilib so'radim. Efirim zo'r o'tsin, insonlarga manfaatli bo'lsin. Mana shunaqa duoda gap ko'p o'rtoqlar. Duoyingiz kamaydimi? Demak, bilingki, sizni ish yo'llaringizda ham pasayish boshlanadi. Qalbingiz bezovta, hayotda qarz, qanaqadir yaxshi emas jarayonlar sizni hayotingizda sodir bo'lishi mumkin o'rtoqlar. Va natijada qarz, omonat va va'daga beparvolik. Islomda qarz bu omonat. Agarda siz va'dangizni turmasangiz, qarzni vaqtida yetkazmasangiz, va'da bergan ishingizni qila olmasangiz, bu ham sizni barakangizni kechiktiradigan omillardan bittasi. Va yaxshi emas ishlar, g'iybat, gunoh, birovga zarar keltirish, yomonlik tilash, mana shu kabi narsalar sizni hayotingizni rasvosini chiqarib tashlaydi. Nimaga? Chunki g'iybat bu yomon energiya. Chunki negativ bu bizni pul yo'limizni yopuvchi asosiy omil. Inson nima uchun negativga tushib qoladi? Uni atrofida yaxshi emas fikrlaydigan insonlar bo'lsa, haddan tashqari ichida xafachilik, nafrat, g'azab kabi programmalar bo'ladigan bo'lsa, inson negativga tushib qoladi. Mana shunaqa o'rtoqlar. Xo'p, diniy omillar tushunarli bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Diniy tarafdan tushuntirganlarim tushunarli bo'ldimi hammaga? Yozib o'ramiz, iltimos. Tushunarli. Aha. Yana qolganlar ham yozib o'rsin, iloji boricha juda ham zo'r, tushunarli. Endi ko'pchiliginglar kutgan qarzdan chiqish bo'yicha ajoyib tavsiyalarni bermoqchiman. Agar bu yog'i tushunarli bo'lsa, bu yoqda ham zo'r narsalarni tayyorlab qo'yganman sizlar uchun. Inshaalloh ularni qabul qilib olsanglar, hammasi cheki bo'ladi. Xo'p, buni to'g'rilab olaylik. Albatta tushunarli, ha, tushunarli, zo'r tushunarli. Zo'r. Tushunarli. Aha, yaxshi. Ana endi e'tibor beringlar. Tushunarli, zo'r. Ana endi e'tibor beringlar. Qarzdan chiqishni birinchi qadami. Quloqingizni oching va diqqat bilan meni tinglang. Birinchisi, qarzni tan olish va rostgo'y bo'lish. Tasavvur qiling, sizni qarzingiz bor. Qarzdan chiqishni inkor qilish bilan yoki qarzdan chiqishi masalan deylik, chiqib olarmikanman, yo'qmikan deyish bilan emas, qarzingiz borligini tan olish bilan hayotda boshlasangiz, maqsad qo'yishni boshlasangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Masalan, keyin o'ylayman, hozircha mana shu qarz bo'yicha o'ylamay turay, keyinchalik qarzimni o'ylab ko'raman deyish bu noto'g'ri. Hozir va shu onda hal qilish kerak. Masalan, menda qarz bor va men bunga mas'ulman. Yoki qarzdan qochsangiz, uni ko'paytirasiz. Har doim inson qarzdan qochadigan bo'lsa, u qarzni ko'paytiradi. Siz nima qilyapsiz? Mana bu tanangizda ilonni zahri bo'lyapti. Misol, dalada yurganingizda ilon chaqib oldi sizni. Tez yordam sizga bildirilmasa yoki tez yordam sizga ko'rsatilmasa, siz tez yordamdan qo'rqib qochib yursangiz, nima paydo bo'ladi? Zahar butun tanangizga yoyilib ketadi. Muammo paydo bo'ldimi? Paydo bo'lgan joyida uni hal qilishni yo'l yo'rig'ini, tadorigini ko'rishimiz kerak. Bo'lmasa qiyinroq. Qarzdan qochmanglar. Qarzga qarash uni boshqarishni boshlaydi. Ya'ni qarzdan qochmasdan tikka qarasangiz qarzga, mana qarzim bor, bo'ldi, tamom. Bu qarzni yechish uchun nima qilishim kerak? Mana bu ishlarni qilishim kerak deb как положено tahlil qiladigan bo'lsangiz, qarzdan chiqishingiz oson bo'ladi. Ikkinchi qarzdan chiqish bo'yicha tavsiya niyatni to'g'rilash. Qarzdan chiqish faqat hisob-kitob emas. Shuni bilib oling. Niyat masalasi ham. Masalan deylik, ichingizdan aniq aytishingiz kerak. Allohim, qarzdan chiqishni niyat qildim. Halol yo'l bilan, barakali rizq bilan deyapsiz. Mana shunaqa chiroyli niyat qilib olsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Chunki har bitta harakatimiz niyatdan boshlanadi. Niyat bo'lmasa, harakat har doim barakatsiz bo'ladi. Har doim hech narsa o'xshamaydi sizda. Ikkinchi qadam niyatni to'g'irlash. Hali zapisda ham ko'rasizlar buni. Qarzlarni doimiy tarzda yozib chiqish. Ha do'stlar, qog'oz olasiz. Qog'oz olgan holatda qarzlaringizni yozib chiqishingiz kerak.
necha pul qarzingiz bor, aniq tizim asosida. Masalan, deylik, kimga berishingiz kerak qarzni? Masalan, qo'shnim Anvarga yoki qarindoshim Sobirga yoki Mahliyoga qancha, necha pul? 1,5 million, 10 million, yana boshqa. Qachon bermoqchisiz? Yozib qo'yish kerak niyat qilib. Nimaga? Foiz bormi, yo'qmi? Buni ham hal qiling. Miya yozilgan muammoni hal qilinadigan muammo deb qabul qiladi. Yozilmagan qarz ongingizni bosib qoladida, hech qanaqasiga u qarzni yechish uchun harakat qilmaysiz. O'shaning uchun daftarga kredit ham qarz-ku. Baraka topkurlar, kengroq fikrlaymiz. Kredit ham qarz-ku aslida. Aynan mana shunaqa yozib oladigan bo'lsangiz, miya aniq orientir oladi, yo'nalish oladi va shunga yarasha yo'l yo'riqlarni sizga ochib beradi. Yo'nalishlar, yo'llar ochiladi sizga, Xudo xolasa. Keyingi qadam isrofni to'xtatishimiz kerak. Qarzdan chiqmoqchi bo'lgan odam eski odatlari bilan yashay olmaydi. Mana shuni bilib oling. Keraksiz biron bir narsani sotib olish, dabdabali hayot, boshqalar nima deydi degan fikrlar, bularni hammasi sizga keraksiz bo'lgan fikrlar. Tushunarli. Keyingisi, 5-inchisi, halol daromadni ko'paytirish yo'llarini, tadorigini ko'rishingiz kerak. Ya'ni harakatini. Qarz faqat qisqartirish bilan yoki rasxodlaringizni kamaytirish bilan emas, daromadni ko'paytirish va daromad manbalarini kengaytirish bilan bo'ladi, o'rtoqlar. Masalan, deylik, qo'shimcha ish, o'zingizni sohangiz bo'yicha xizmat ko'rsatish, hunar, bilim, tajribani sotish, mana shunaqa bir yo'l yo'riqlarni nima qilishingiz kerak? Topishingiz kerak. Mana shunaqa qo'shimcha jarayonlarni topadigan bo'lsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi hayotingizda. Ko'pchilik o'ylaydi, miyasida qarzmayinda chiqib olmayman deb o'ziga o'zi ustanovka qiladi. Qarz sizga qaytanga yangi qobiliyatlarni, yangi talantni, yangi imkoniyatlarni ishga solishingiz uchun ajoyib bir sinov. Buni qabul qilishingiz kerak, o'rtoqlar. Mana shunaqa. Keyingisi duo va tavakkul. Har kunlik odatga aylantirishimiz kerak. Shunaqa dunyoda qushlar borki, ularning rizqi topilmaydi yer yuzidan, lekin ular har kuni och qolgan holatda chiqib ketishadi uydan va qorni to'q holatda ozuqasi bilan qaytishadi. Bu nima? Bu tavakkul. Allohning rizqiga tavakkul. Biz birgina inson bilan chumoli ertangi kuniga nima qiladi? Yig'averadi hamma narsani. Bu nima? Bu qo'rquv. Allohga ishonmaslik bu. Har kuni duo qiling. Allohim, meni qarz g'amidan, yetishmovchilikdan va odamlar oldidagi qaramlikdan ozod qil. Duo har kuni. Bu bizni halol va barakali rizq yo'llarimiz ochilishiga olib keladi. Duo sabab emas, shunchaki barakani tezlashtiruvchi kuch, energiya hisoblanadi duo. Mana shu narsalarni bilib olinglar. Qarzni sekin, lekin doimiy to'lashga odatlaning. Birdaniga qarzni to'lash qiyin. Asosiy narsa kam bo'lsa ham to'lang, doimiy to'lang, va'dada turing, niyatni buzmang hech qachon. Alloh harakatdagi bandani qo'llaydi. Mukammal emas. Ya'ni Alloh harakatdagi bandani qo'llaydi deganim, niyat qilib, duo qilib, sekin harakat qiladigan bo'lsangiz, Xudo xolasa qarz yo'llaringiz ham yopilishni boshlaydi. Mana shunaqa. Va shukronalikni kuchaytirish. Har kuni shukronalik keltirish kerak. Shukr bor joyda baraka bor. Baraka ochilgan joyda qarzlar uzoq turmaydi. Mana shunaqa, o'rtoqlar. Sizga qarzdan chiqish bo'yicha mana 8 ta tavsiyani, yo'q, 4 ta, 5 ta, 6 ta, kamida 8 ta tavsiyani berdim. Mana shu 8 ta tavsiyani hayotingizda qo'llab, Xudo xolasa qarzlardan oson, yengil chiqib olishingizni men yaratgandan so'rab qolaman. Fikrlar bormi darsimiz bo'yicha? Marhamat. Voy, shuncha kamida 1 soatga yaqin gapirdim shekilli. Sizlardan oldin dars ham o'tib kelayotganim 40 daqiqa bo'libdi. Shuncha ma'lumotni 40 daqiqada yetkazibman. Tez o'tib ketgandek bo'ldi vaqt. Ustoz, duoyingizni qaytaring iltimos. Zapisda ko'rib olasiz. Mazza qildik. Yana qolganlardachi? Instagramda siz duolar haqida aytgandingiz, albatta. Instagramda duolarni ham qo'yib boryapman o'zbekcha. O'zbekcha duolarni ham qo'yib boryapman. Xo'p, Assalomu alaykum. Zapis bering. Xo'p, zo'r. Rahmat, Alloh omadingizni bersin. Aha. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin.
Zo'r. Shu yerni o'zida hisob qilishni va niyat qildim. Oz-ozdan tezdan uzilishi. Mashalloh ustoz zo'r. Ana endi mani Xorazmga qachon kelasiz? Aniq emas borishim Xorazmga. Alloh rozi bo'lsin. Ana endi o'rtoqjonlar, men sizlarga aytadigan yangilik, qarzlardan chiqib yuqori natijalarga chiqishni xohlaydiganlar bormi? Agar bor bo'ladigan bo'lsa, Ramazon oyi uchun men 1,5 haftalik qarzdan chiqish formulasi deb nomlangan ajoyib kursimni ishlab chiqdim. Ajoyib kurs va bu gipnoz bilan bog'langan. Gipnoz texnikalari bilan qo'shib sizga qarzdan chiqish bo'yicha mana shu formulani o'rgatmoqchiman 1,5 haftalik darsimda. Xo'sh, kim bor? Mana qarzdan chiqishni xohlaganlar bor ekan, barakaga ochilishi. Bor, bor, rahmat. Ana endi bor, juda yaxshi. Ustoz sizga omad tilayman. Endi kelinglar, mana shu gipnoz texnikalaridan olingan natijalarni e'tiboringizga havola qilmoqchiman. Marhamat. Mana shu gipnoz ustoz ishlarimiz yurishiga nima o'qisak bo'ladi? Hozir 1 soat nimani gapirdim men? Qo'rqinchli emasmi? Yo'q, gipnoz nimasi qo'rqinchli? Mana ko'rishinglar mumkin. 4+3 gipnoz kursimizda o'qigan o'quvchilarimizning ajoyib natijalari. Gipnoz texnikalari orqali nima qildik? Ongni dasturladik, bloklarni yechdik, o'quvchilarda ajoyib natijalar kuzatilyapti. Natijalarni ko'rib olishingiz uchun bir necha soniya vaqt beraman. Kanalimizga tashladik va bemalol mana shu natijalarni ko'ringlar, kuzatinglar, baho beringlar, xudo xolasa. Marhamat. Bor. Super darslar bo'lyapti. 4+2 darslarda 3 deng, 4+3. Ustozdan Alloh rozi bo'lsin. Opam bilan sizni uchrashtirasim bor. Allohim shu kunlarga tezroq yetirsin. Xudo xolasa. Inshaalloh Yevropada psixolog birinchi o'rinda turadi, albatta. Natijalarni kuzatinglar, ko'ringlar. Ana endi kirdim darslikka. Ana endi mana shu natijalarni ko'rdinglar, kuzatdinglar menimcha. Xo'p, sizga mana shu kursimda nimalarni o'rgataman? Qiziqmi gapirib berishim? Qarzdan chiqish formulasi darsimda sizga o'rgatadigan bilimlarim qiziq bo'lsa, yozib boringlar. Ha, albatta, qiziq. Ha, juda ham yaxshi. Qiziq. Ha, zo'rku, qiziq. Narxini keyin aytaman oxirida. Qarzdan chiqsak bo'ldi, xudo xolasa, bu formulada zo'r ishlaydi. Qarzdan tezroq qutulay, albatta. Yaxshi. Ana endi qarzdan chiqish formulasi kursimizda o'qish orqali siz nimalarga ega bo'lasiz? Bir daqiqa. Men buni hozir. Qarzdan chiqish formulasi kursimizda o'qish orqali siz qanday ilmlarga ega bo'lasiz? Bu kursimizda qarzni yopish gipnoz texnikasi sizga beriladi. Birinchi texnika qarzni yopish gipnoz texnikasi. Ichki qarshiliklar bilan ishlash. Ya'ni sizning ichingizdagi mana shu qarshiliklar, qarzni yopishingizga to'siq bo'layotgan jarayonlar bilan ishlaymiz. Ikkinchisi magnit usulida pul jalb qilish gipnozi beriladi sizga. Masalan, deylik, bu gipnozni muntazam qo'llab yurish orqali siz daromadlarga oson va yengil Allohning izni bilan ochilishingiz mumkin. Uchinchisi pulga doir negativlarni yopish seansi. Agarda sizni pulga doir negativlaringizni yopmaydigan bo'lsak, hech qanaqasiga sizdagi masalan deylik pulga doir natijalar bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki pulga nisbatan negativlarni yopish kerak. Keyingisi Jahongir Ahmadov qo'llaydigan sirli 3 ta texnika. Shaxsan meni o'zim qo'llab boradigan, shaxsan meni o'zim muntazam qo'llaydigan 3 ta sirli usulni men sizlarga o'rgataman. Qarzdan chiqish formulasi darsligimda, xudo xolasa. Ikkinchi mana shu kursimizning ikkinchi qismida qarzdorlikdan qutulish rejasini tuzib chiqamiz. Men sizlarga qarzdorlikdan qutulish bo'yicha hozirgiga o'xshab yo'l xaritasini tuzib beraman. Ya'ni mana bu ishni qilsangiz qarzdan qutulasiz. Mana bu narsani o'zingiz hech qarzga botgansiz, qarzga botib, qarzdan chiqib, mana shu narsalarni amalda qo'llaganim uchun sizlarga beryapman hozir. Qarzdorlikdan qutulish rejasini tuzib beraman sizga va mana shu reja asosida harakat qilishni boshlaysiz. Keyingisi pulni ilohiy qonuniyatlarini o'rgataman. Pulni kelishini kuchaytirish, pulni ilohiy qonuniyatlari, mana shu narsalarni mendan o'rganasizlar. Va oxirgisi baraka zikrlari va
pulga ochilish amallarini mendan olasizlar. Kursimiz davomiyligi 1,5 hafta davom etadi o'rtoqlar. 1,5 hafta. Bu safar yangilik kiritdim kurslarimga. Eng faol 3 ta o'quvchiga men sertifikat beraman. Har kursimda endi yangi chiqayotgan kurslarimda mana darslarimda eng faol bo'lgan 3 nafar o'quvchiga maxsus sertifikat beriladi faol bo'lgani uchun va 3 ta o'quvchiga konsultatsiyalarga 20% chegirma beraman. Qarang, ham sertifikat, ham chegirma olasiz bizni darsimizda o'qish orqali. Mana shunaqa yangilikni ham kiritdik darslarimizga. Qarzdan chiqish formulasi kursimiz aynan dars rejasi mana shulardan iborat. Darslarimda xuddi shu formulalarni, xuddi shu amaliyotlarni mendan o'rganasiz. 1,5 hafta Telegram orqali bo'ladi. 1,5 hafta davomida siz bilan ish olib boramiz. Zapislar bo'ladi, qo'llanmalar ham beriladi va bemalol birgalikda ishlab borsak bo'ladi. Ana endi kurs bo'yicha kimda savollar bo'ladigan bo'lsa, marhamat, savollarni beringlar. Urra, zo'rku. Kurs bo'yicha kimda qanday savollar bo'lsa, marhamat, qaysi paytda? Nima deb o'ylaysiz? Qaysi paytda o'tkazilinadi asosan darslar? Hozir qaysi paytda o'tkazyapman? Kunduz kuni o'tkazamanmi yoki kechki paytmi? Nima deb o'ylaysiz? Ishtaman, yo'q, fikringizni bilmoqchiman. Ustoz, voy zo'rku, kechki yaxshi bo'ldi. Kechqurun o'tkazilinadi bizning darslarimiz ham hammaga qulay vaqtda. Kursdan tashqari savolim bor. Shogirdlik kursi qachon ochiladi? Unda sertifikat, shogirdlik kursi yaqinda ochiladi. Mana shu haftaning oxirlariga, xudo xolasa, sertifikat beriladi unda. Xo'p, men ham pedagog, psixolog bo'lmoqchiman. Zo'r ustoz, narx qancha? Pullarni siltab tortishdan nima? Pullarni siltab tortish boshqa yo'nalish, boshqa направление. Qarzdan chiqish bu boshqa yo'nalish. Gipnoz seanslari bu. Rahmat, kechki payt yaxshi. Zo'r. Narxini ham ayting ustoz. Narxi qiziqmi hammaga? Shunchalik qiziqib ketyapsizlarmi kursga hozirdan? Xo'p, natijalarni ko'rdinglar-da tepada o'quvchilarni. Narxini bilaylik. Kechki paytda ro'zadan keyin fokusировать yaxshi bo'ladi. Ha, qiziq. Assalomu alaykum. Kechki payt, ha, qiziq. Xo'p, o'rtoqlar, narxiga keladigan bo'lsak, gipnoz texnikalari bu arzon turadigan texnikalar emas, juda qimmatli texnikalar. Ancha muncha ustozlar kamida $1000 pullaydi bu narsalarni, kamida $500 bitta texnikani. Men Ramazon oyi bo'lganligi hisobiga savoblarni ko'proq olishni maqsad qilgan holatda 100 ta o'quvchini mana shu qarzdan chiqish formulasi kursimga qabul qilaman va imkoniyatga qarab to'lov qilasiz. Mana sizlarga imkoniyat, yana yangilar uchun ham imkoniyat, eskilar uchun ham imkoniyat. Faqat 100 kishiga. Imkoniyatingiz 100 mingga yetadimi? 100 ming to'lang. Imkoniyatingiz 50 mingga yetadimi? 50 ming to'lang. Imkoniyatingiz 30 ming so'mga yetadimi? 30 ming to'lang. Imkoniyatdan kelib chiqingda kursga qo'shiling, qatnashing. Mana shunaqa. Mana sizlarga beradigan imkoniyatim, o'rtoqlar. Xo'p, hozir 1 daqiqa. Hali ham darsdaman. Hozir dars tugashi bilan bog'lanaman sizga. Hozir dars o'tayotgandim kanalda. Xo'p, mana Ramazon oyida faqat bitta talabim, shartim, chiroylikkina bitta duo qilib qo'yasiz bo'ldi. Chiroyli bitta duo qilasizlar, shunga qarab bemalol men rozi bo'laman. Duo qilmasanglar, lekin norozi bo'lib qolishim mumkin. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Urra, men. Mana imkoniyat, mazza qilinglar, foydalaninglar o'rtoqlar. Hech kim sizga bunaqa imkoniyat qilib bermaydi. Vau, qoyilay, saxiy ustoz, mazza. Bir mur duo qilamiz, buncha yaxshi. Boshqa psixologlarda bu texnikalar $1000 turadi o'rtoqlar. Shuning uchun Ramazon oyi hisobiga mana omadinglar kelib qoldi. Imkoniyat sizlarga. Faqat 100 kishilikka qo'shilib olinglar. Tepada to'lov qilish manzilini berdim. Kiringlarda to'lov qilib chekini adminga yuboringlar. Admin sizni darrov qo'shib qo'yadi dars kanaliga. 24 soat ichida. Chekini yuborib qo'ysangiz bo'ldi adminga. Unda hozir tashlasak bo'ladimi? Albatta, tez tashlash kerak. Joy tugab qolsa keyin xafa bo'lib yurasizlar mendan. 3 ta o'quvchiga sertifikat beriladi kursda, faol o'quvchilarga. Qanaqa faollikni aniqlayman, buni aytaman hali kurs davomida. Va chegirmalar ham beriladi keyingi konsultatsiyalarga. Nima debdilar? Chindan aytsam ko'zimga yosh kelib ketdi. Omadingiz bersin. Ko'pchilik bilaman, kurslarga qatnasha olmaysizlar. Imkoniyatinglar yo'q, qimmat darslarga 500 ming, 1 million, 3 million, 4 millionlik kurslarga qatnashishni xohlaysizlar.
Qo'limdan kelgani shu o'rtoqlar. Tekin qilsam ham bo'lardi, lekin tekin qilsam qadrsiz bo'ladi meni ilmim. O'shaning uchun tekin qilmayapman. Ozgina sizdan ham harakat bo'lsin deyapman, lekin o'ylaymanki, imkoniyat o'quvchilarga. Imkoniyat. Mana shunaqa. Ustoz ota-onangizga kattakon rahmat, sizda insonni nutfaga keltirgan. Voy, mashalloh, Alloh rozi bo'lsin. Kurs shuncha bilimli, malades. Foydalanib qolinglar. Bitta joy olib qo'ying, iltimos, olib qo'ya olmayman. Joyi band qilib qo'yishsa, men keyin olib qo'ya olmayman. Uje mana to'lov qilish boshlanib ketdi uje. Xabarlar kelishni boshlayapti adminlarimizga. Admin akkaunt menga ulanganda o'shaning uchun. Hasanboyga sabr, Hasanboy senga sabr endi bu yog'iga. Shotni tashlang. Tepada kanalimizda to'lov qilish manzili turibdi. To'lov qayerga qilamiz? Kanalimiz orqali qilasizlar. Har namozlarimda sizni duo qilaman. Rahmat. Hammanglardan bitta va'dani oling, va'da beringlar. Hamma mana shu yerda mana 300 ga yaqin inson bor. Duolaringizda har kuni duo qilishni va'da beringlar menga bo'ldi. Men ko'nglim xotirjam bo'lsin. Duolaringizda har kuni duo qilishni menga va'da qilsanglar, men roziman. Bo'lmasa, bilimimga rozi bo'la olmasligim mumkin. Va'da beraman deb yozib yuboringlar. Har kuni duo qilishga. To'g'ri, tekinga ish bo'lmaydi albatta. Va'da beraman. Mana bitta duo olyapmiz, Xudo xolasa. Sizlarning duoyinglar meni yuksaltiradi. Sizlarni bilasizlar, bitta sir aytaymi? Boshqalar masalan psixologlar, men yomonlamoqchi emasman. Hamma psixologni hurmat qilaman. Boshqa psixolog hamkasblarimiz qimmatga kurs ochadi-yu, ular masalan 100 millionlab, 50 millionlab pul ishlashi mumkin. Men mana shu arzonga kurs ochaman, duo olaman, barakam shunday bo'lib qoladi. Ularni topayotgan puli bilan meni topayotgan pulimning barakasi bir xil bo'lib qoladi. Har doim sinaganman, har doim shunaqa chiqadi. O'shaning uchun hech qachon men bunaqa yo'nalishdan voz kecha olmayman. Ketish niyatim ham yo'qda. Va'da beraman. Mana shuncha inson va'da beryapti bizga. Va'da beraman. Rahmat kattakon va'dalar uchun. Mana duolar boshlandi. Xo'p, o'rtoqlar, duolarimda siz har kuni duo qilishga va'da beraman. Allohim guvoh, duodaman. Namozda va xatmi Qur'onni duo qilyapman. Rahmat, salomat bo'ling. Har kuni duo qilaman. Ustoz, men sizni tanigandan beri duo qilaman. Rahmat. Va'da beraman. Allohim rozi bo'lsin. Allohim sizlarning duoinglar meni yuksaltiradi, o'rtoqlar. Xolamdan, mana efirda ham ko'rsatganman, jonli efirda Instagramda xolamdan, ota-onamdan, yaqinlarimdan, qarindoshlarimdan har doim duo olaman va o'quvchilarimdan. O'shaning hisobiga ham ishlarimiz yaxshi, Xudoga shukr. Sizda psixologni birinchi ko'rishim bepul shuncha maslahat. Bizda psixologlar ko'p hali. Narxlaringiz juda insofli. Albatta duo qilaman. 5 vaqt namozda rahmat. Sizda insonlar ko'paysin, rahmat. Har kun duodamiz, va'da beraman. Inshaalloh albatta duodaman. Allohim rozi bo'lsin. Rahmat kattakon. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zapislar ertaga tashlanadi. To'lov qilib chekini adminga tashab qo'ysanglar bo'ldi, o'rtoqlar. 24 soat ichida dars guruhiga sizni qo'shadi adminlarimiz. Xavotir olmang. 24 soat ichida va sizga men ustozni adminiman yoki men ayol kishi adminiman, boshqa adminiman deb yozishsa, to'lov qilmang. Faqat Ahmadov Jahongir nomidagi kartaga to'lov qilasizlar. Va kimdir sizga yozadigan bo'lsa, bloklab tashlang. Bizda bitta admin bor, u ham bo'lsa Hasanboy. Adminlarni yaqinda ko'paytiramiz, xudo xolasa, lekin bitta admin bor. Boshqa birov sizga to'lov qiling, uni qiling desa, to'lov qilmang. Faqat Ahmadov Jahongir kartasi chiqdimi, o'shanga to'lov qilasiz. Bo'ldi. Tamom, vassalom. Demak, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi efirlarda ko'rishguncha omad siz va bizni aslo tark etmasin. Hamisha salomat bo'ling.